Ish joyingizda korrupsion holat yoki manfaatlar to'qnashuvi bilan yuzlashsangiz, bunday vaziyatda kimga va qanday tartibda murojaat yo'llash kerak? Tinglang, tushuntiramiz. Birinchi navbatda ish joyingizdagi korrupsiyaga qarshi kurashish va ichki nazorat bo'yicha mas'ul shaxsga bu haqda xabar bering. Murojaatingizni tashkilotingiz veb-saytida mavjud bo'lgan maxsus ishonch telefoni yoki elektron pochta orqali ham yo'llashingiz mumkin. Mas'ul shaxs korrupsion holatni o'rganib chiqib, asosli deb topgan taqdirda maxsus xizmat tekshiruvi olib boriladi. Holat yuzasidan qonuniy chora ko'rilishi ta'minlanadi. Agar ishonch telefonlariga bog'lana olmasangiz, O'zkomnazorat inspeksiyasiga murojaat qiling. Inspeksiya davlat organlari va tashkilotlari kol markaz va ishonch telefonlari sifatli faoliyat olib borishini nazorat qiladi. Unutmang, korrupsiyaga qarshi kurashishga har birimiz mas'ulmiz.